Dağlanğan yüreklerning nidası, boğulğan avazlarning sirdishi, da'vogarlarning simosi, izdinish munbiri. Siz ve mening ovozimiz Sharqiy Turkiston ovozi. Assalomu alaykum hurmatli radio anglovchilar. Sharq Turkiston ovozi radiosiga xush keldinglar. Xalqimizning haqiqiy uchurlarga bo'lgan tashnoligini qondirish, davodagi har xil fikrlik iqimlarga erkin fikr almashtirish so'rini hozirlab berish, davo ishlarimizning g'albilik va sog'lom ilgarilishida turtkilik rol o'ynash maqsadida ta'sis qilingan Sharq Turkiston ovozi radiosining tunji anglatishiga xush keldinglar. Oldi bilan qisqa xabarlar anglaysizlar. 27 aprel kuni dunyodagi 20 ga yaqin davlatdan kelgan minglagan Uyg'urlar Belgiya poytaxti Bryusselga jam bo'lib, Uyg'urlarning muhojirat tarixidagi ko'lami eng zo'r bo'lgan namoyishlarning birini o'tkazdi. Uyg'ur milliy harakatining lideri Rabia Qodir xonim boshlanish marosimida so'z qilib, bu qatimliq namoyishni chet eldagi Uyg'urlar elib borgan bo'lsa-mu, ammo ularning qo'zg'atuvchi omilining dal Sharq Turkistonda Xitoyning vahshiy zulmi ostida ingrayotgan millionlarcha Uyg'urning ichinishli realligi bo'lganligini eskartib o'tdi. Namoyish jarayonida har qaysi davlatlardan kelgan vakillar ta'sirli nutqlar so'zlab, namoyish maydonini larziga soldi. Egallanishicha, bu qatimqi namoyishga dunyoning har qaysi ellaridan okean atlab kelgan minglagan Uyg'urlar ishtirok qilgan. Ular orasida oppoq sochliq buvoy mo'maylarni ko'rishga bo'ladi ekan. Hatto ba'zi ayollar buvoq bolalarini harud o'tda g'uzib namoyish maydoniga yetib kelgan. Namoyishchilar sepi necha ming metrga so'zilib, oy yulduzli ko'k bayroqlar Yevropa parlamenti oldidagi maydonni ko'p bayroq dengiziga aylantirgan. Ertaga soat 10da boshlangan bu zo'r namoyish 4 soat davomlashib, shundan keyin soat 2dan oshganda oxirlashgan. Egallanishicha, bu kuni bir qism davlatlardagi Uyg'urlarmi Brusseldagi namoyishga mos holda o'zlari turishliq davlatlarda namoyish qilib borgan. Otaqliq shoir va adib Abduqodir Jaloliddinning tutqun qilinganligi dalillangandan keyin Urumchidagi Midon rayonlik tarbiyalash markazida bo'lish ehtimolligi ilgari surilmoqda. Erkin Osiyo radiosi muxbirining xabariga qaraganda, Abduqodir Jaloliddin o'qituvchilik qiladigan Pedagogika universiteti qo'g'dash bo'limining bir mas'uli bu vaqtda tafsiliy javob bera olmaydiganligini bildirish bilan birlikda Abduqodir Jaloliddinning Urumchidagi eng chong lagerlardan biri bo'lgan Midonchi tarbiyalash markazida bo'lish ehtimolligini ilgari surgan. Ilgirki aniqlashlar davomida bu Pedagogika universiteti amonlik boshqarmasi siyosiy bo'limining boshlig'i Fong Pameli Xitoy Abduqodir Jaloliddinni Urumchi shahar davlat amonlik soqchilarining 29 yanvar kuni tutib ketganligini oshkorlagan edi. 27 aprel Yaponiya Uyg'ur birligi Xitoyning Tokiodagi bosh elchixonasi oldida namoyish o'rlashtirib, Xitoyning Sharq Turkistonda yo'l qo'yayotgan milliondan ortiq begunoh Uyg'urni tutib solab, milliy bostirish elib berayotganligini qattiq aybladi. Uyg'ur milliy harakatining lideri Rabia Qodir xonimning Yaponiya va Osiyodagi alohida vakili, Yaponiya Uyg'ur birligining raisi doktor Turmamat Hashim namoyishda bir parcha bayonotni o'qib o'tdi. U bayonotida Xitoyning 1 milliondan ortiq begunoh Uyg'urni natsistik lagerlarga majburiy solib olib, Uyg'urlarni inson qalbidan chiqqan har xil qiynash usullari bilan jazolayotganligini shiddatli aybladi. U bayonotida Xitoyning bundoq jazolash lagerlarini darhol shartsiz taqab, qamab olgan xalqni ozod qilishini talab qildi. Bu namoyishga Tokio atrofidagi Uyg'urlar va yaponlik do'stlardan bo'lib, jami 36 kishi qatnashdi. Namoyishga qatnashganlar Xitoy elchixonasi oldida Xitoy hukumati Uyg'urlarni lagerlardan qo'yib, Ilhom To'xtini qo'yib, Abdurahim Hayitni qo'yib, Professor Abduqodir Jaloliddinni qo'yib, Uyg'urlarga erkinlik, Yaponliklar Uyg'urlarni qo'llaydi
degan mazmunlarda shuarlarni to'g'lab, Xitoy elchixona atrofini zilzilaga soldi. Bir qism gazet jurnallarining muxbirlari naq maydonda namoyishni ziyorat qildi. Yaqinda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan Xitoy raisi Xi Jinping telefonda so'zlashgan bo'lib, Erdoğan Turkiyaning Sharq Turkiston terrorlik kuchlariga qat'iy qarshi turganligini, ularning ijtimoiy muqimlikqa buzg'unchilik qilishiga yo'l qo'ymaydiganligini bildirgan. Erdoğan bilan Xi Jinpingning telefonda so'zlashishi dal Amerika hukumati kishilik huquq doklati e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarning har qaysi jihatdagi haq-huquqlarini og'ir darajada dafsanda qilayotganligi o'ttirg'a qo'yilgan bir mazgilga to'g'ri kelgan. Halbuki Turkiya axborot vositalarida Erdo'g'anning yuqorqi so'zi tilga ilinmadi. Sabah, Yangi Shafaq qatorliq gazetlarning xabarlarida ikki davlat rahbarlarining bir balvoq bir yo'l qurilishi, Suriya vaziyati, ximiyalik qurollarni cheklash, Suriyaning zamin butunligini qo'g'dash, ikki davlatning har qaysi sohalardagi munosabatlarni kengaytirish qatorliq masalalarni so'zlashganligi ta'kidlangan. Erdo'g'an 2009-yilda yuz bergan 5-iyul voqeasida Xitoy hukumatini tanqid qilib, Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik elib borganligini o'tirib qo'ygan dunyodagi birdan-bir siyosiy rahbar. Lekin u Xitoyni irqiy qirg'inchilik bilan ayblagandan buyon 9 yilda Xitoy Turkiya munosabati davomli taraqqiy qildi. Ammo Uyg'urlarning vaziyati davomli nacharlashmoqda. Ba'zi Uyg'ur analizchilar bu ahvolning Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatdagi yo'lini ojizlashtirganligini ilgari surmoqda. Amerikaning muvaqqat muavin yordamchi davlat ishlar ministri Laura Stone yaqinda Beijingda muxbirlarga bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda oz deganda 10 minglagan Uyg'ur va boshqa musulmonlarni yepiq tarbiyalash lagerlariga qamishidan cho'nqur andish qilayotganligi, Amerika hukumatining yer shari Magnitskiy qonunini ishga solib, Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilgan Xitoy amaldorlarini jazolashi mumkinligini bildirdi. Bu Amerika hukumat amaldorlarining tunji qatim yer shari Magnitskiy qonunini ishga solganligini oshkora o'tirib qo'yishidir. Xitoy hukumati hozirga qadar bu lagerlarning mavjudligini inkor qilib, o'zlarining Uyg'ur rayonida terrorlikqa qarshi xalq urushi olib berayotganligi, buning bo'lgunchilik va asabiylikni tugatishdagi zarur tadbir ekanligini ta'kidlab keldi. Lekin kishilik huquq tashkilotlarining ilgari surishicha, Uyg'ur rayonidagi tarbiyalash lagerlariga solanganlarning asabiylik, bo'lgunchilik bilan hech qanday munosabat yo'q bo'lib, ularning qonunga xilof hech qanday bir harakati yo'q ekan. Uyg'ur faoliyatchilar bu lagerlarda oz deganda 1 million Uyg'urning tutib turilayotganligini bildirib kelmoqda. New York shaharlik universitetining siyosiy fanlar professori Shaming yaqinda nashr qilgan Qizil quyosh imperiyasi degan kitobida Xitoy Kommunistik partiyasi lideri Xi Jinpingning eng oxirgi kommunist lideri bo'lib qolganligi, Xitoy kommunistik hokimiyatining gumron bo'lganligini qayd qilgan. Uning deyishicha, bu qatim Xi Jinpingning huquqda mangu o'ltirish uchun asosiy qonunga o'zgartirish kirgizishi bir siyosiy o'zgarish qo'zg'aganligi hisoblangan bo'lib, bu ahvol oldi bilan Xitoy Kommunistik partiyasi ichida muqimsizlik omillarining kelib chiqishiga va oxirida Kommunistik partiyasining yimirilishiga sabab bo'lib qolish ehtimoli cho'nkan. Shamingning qiyosicha, Xi Jinping bu qarorlik liderlik vazifasini tugatilmay turibla gumron bo'ladi ekan. Ya'ni oldimizdagi bir necha yil ichida taxtdan tushadi ekan. Uningga ergishib, Xitoy Kompartiyasimi tarix sahnasidan yo'qoladi ekan. Bundan boshqa xalqaroning Xitoy davlatiga bo'lgan ishonchning tadrijiy yo'qolishi sababli Xitoy davlatidan keng ko'lamda kapital chekindirishimi bu oqibatning pat orada reallikqa aylanishini ilgari surdi ekan. Hörmətli radio anglagıcı qarindaşlar, hazır Şərq Türkistan Mədəniyyət və Həmkarlıq Cəmiyyəti rəisi Seyit Tümtürk əpəndim bilən radiomuz muxbiri elib bağan söhbət proqramımızı huzurunuzğa sunumuz. Qani mərhəmət. Assalamu alaykum, hörmətli Seyit Tümtürk əpəndi. Radiomuzğa xoş gəldiniz. Va alaykum assalam və rahmetullah. Rəhmət sizə. Siz bilan degan qisqacha bir suhbat o'tkazmoqchi. Bundan oldi bilan so'raydiganim
17 martdan 19 martgacha 3 gün Amsterdamda yig'in chaqirilib, kelgusida qurilmoqchi bo'lgan tashkilotning tayyorlik komiteti qurilgan edi. Siz bu tayyorlik komitetining raisi bo'lgan edingiz. Komitetning tayyorlik xizmatlarida ilgirlash bormi? Qanday ketadi bu xizmatlar? Bu haqda ammoga deydiganlaringizni bir anglab o'tsak. Rahmet sualınız için. Muhtar efendim, hemmemizge malum, biz 3. ayının 17'sinden 19. 3 gün dünyanın bir neçe devletlerden gelgen teşkilat reisleri, rehberler, yana bir kısım davagar kırındaşlarımız, sebdaşlarımız Gollandiya'nın Amsterdam şehrinde Şarkı Türkistan Müstakillik Hareketi'ninki tayyorlik komiteti yig'inini açkan. Bu yig'inimiz teşkilatninki kurulganlığı emas, muşu kurulduğan teşkilatninki tayyorlik yig'ini deb bilsek bo'ldi. Çünkü bunun da bir kısım halkımız teşkilat kuruldu degan manda bir hata düşünce kirip kaptı. Bunun bunu kısaca izahat beriş gerek. Bu 3 günlük yig'inimizde biz her günü az degende 10 saat, 12 saat etrafında sohbetli bulduk, meşvere kıldık, maslahat kıldık ve milletimizdeki hazırki günde Xitay komünistlerinin en rezil, en kattık kolluk bilen bastırıp Şarkı Türkistan halkı yok degan bu siyasetlerge qarta yana bir siyasi hareketini başlaştığın mecburiyeti bizni şu Şarkı Türkistan Müstakillik Hareketininki tayyorligiga ve bu hareketke mecburladı. Şu sebepten biz bu tayyorlik yig'inini açtık ve bu tayyorlik yig'inimiz takribi 30'dek siyasi teşkilatninki rehberleri isleri ve davagar kırındaşlarımızdan terkip tapkan bu sohbette intayin muhim bir yig'in bo'ldi deb qarayman. Buningda qarindoshlarımızdan birisi-birisiga bo'lgan mehr, muhabbet, samimiyat, birisi-birisiga bo'lgan hurmat ve ishonchisi meni eng ta'sirlantirgan ve eng suyundirgan nuqta deb qarayman. Bu sohbetimizningki davomida bizning bu içildiğen ya ki biz açmakçı olan bu saylam yig'inininki tayyorliklari gruplar, mas'ul kishilar öz yolu da her bir mas'uliyatni ado qiladigan gruplar o'zi belgilenip bular xizmatlarini davomlashtirib o'tadi. Bizning mayli axborot sohasida, matbuot sohasida, tashviqot sohasida mayli yig'inininki tayyorlik komiteti bo'lsin, chaqiriladigan mehmonlarninki saylamga ishtirok qiladigan sabdoshlarimizninki bularning salohiyat meselesi olsun, qaysi devletin kimlerine çıkışı degandek bu san meselesinde her xil komitet özününki rolunu cari qilib atdı. İnşallah bu tayyorliklarimiz yaxshi davomlashib atdı. Allah Taala bunu yaxshi axırlaştırıp bersin deb Allah'tan tileymiz. İnşallah. Endi bu yig'in açılgandan keyin xalq arasida hali o'g'il bo'ldi, qadam qiziqib atdı. Endi sizdan so'raydiganim shu qurilmoqchi bo'lgan tashkilotga nisbatan xalq ichida qanday haq inkoslar bo'lyapti? Qo'llash inkosi yuqormi yoki norozilik kayfiyati yuqormi? Elbette bu mesele xalqimizningki yangi qurilmoqchi bo'lgan Şarkı Türkistan Müstakillik Hareketiga qarta inkoslari, bizga qaytgan inkoslari ishqilib 80-90% müsbet. Yani xalqimiz qo'llayapti, buningdan zo'r umid kutyapti ve bunda bir ihtiyochning mavjud ekanligini bizga aks ettiryapti. Albatta buni biz bahasını, bununki neticesini teşkilat kurulgandan keyin ameliy qilgan xizmatlarimiz bilan bizningki mas'uliyatimizni ado qilish uslubimiz va millatimizga qarta xizmatlarimizni ilib berish uslubimiz va ko'rinarlik faoliyatlardan keyin albatta xalqimiz yaxshi bunga baho berdi deb qarayman. Ammo bunga qismen az bir kısım qarindoshlarımızdan mı shunchalik jiq tashkilot bayada nimaga bu tashkilot qurilishga majbur bo'ldi degan savollarmi bor.
Elbette biz onu mu doğru düşünümüz çünkü halkımız bir kısım işlerden haberi var, bir kısım işlerden haberi yok. Biz meyli kurultay içindeki içki ziddiyet, kurultay içindeki mesele ve kurultayının siyaset ilip birişteki uslubu ve nişan, maksat, muratları ve bizning niyet, maksat, nişanlarımız bulardaki farklılık göz karashlar ve milletimizdeki bizden kütken ümit arzuları ve milletimizin ihtiyacı Xitayning Şarkı Türkistan'da yok kılman degan bu siyasetdeki bu 17. yıldaki çoğun özgürüş bilen birge elbette bizden yeni bir siyasi hareket bilen, yeni bir şuar bilen, yeni bir uslup bilen hazırgacha şu 30 40 50 yılına yakın halkara elip birilayotgan siyasi yol haritasını özgertip Xitayning yok kılman degan siyasetiga biz mu mevcudiyetimizni saqlaymiz, müstakilligimizni talep qilamiz ve çoğun müstakilligimizni qo'limizga alamiz degan şu şuarla çıkış gerek. Bu hak, hukuk, adalet ve Xitaydan medet kütken, Xitaydan talep qilgan o arzuyu armanlarımızdan hiç kandığını biz vatanımız Şarkı Türkistan'da müstakil kılmay, halkımızını hürlükke eriştirmey, birisini mi bizge bermeydi Xitay. Şunun için bizden Xitaydan talep kılgan bu arzuyu armanlarımız, haklık taleplerimiz ve istek arzularımızdan ki emilleşişi ve bunun cari kılınışının birden bir yolu aziz vatanımız Şarkı Türkistan'da müstakil kılış. Vatanımız müstakil bolgandan keyin bizge adalet mi keledi, hakkaniyet mi keledi, hak, hukuk mu keledi, dini, milli erkinlik mi keledi? Özümüzdeki seyahat erkinlikimizden özümüzün ailemizge, özümüzdeki ahlakımızga, namusumuzga, her narsimizge, can, mal, mülk, vatanımızga igi çıkalaydigan bir vaziyet şekillenirdi. O vaqtida bu hakni biz qo'g'dayalaymiz hem cari kılalaymiz. Bu vatan müstakil bolmay, bu yuqorda degan hech qanday bir ihtiyacımızını bizden toluqlash, bunu cari qilish mümkünçülüğü yok. Şunun için biz elbette Şarkı Türkistan müstakillik hareketi dep çıktık. İnşallah bu yolda, mangan yolumuzda milletimiz bizge işinip, bizge ergişip, biz bilen zincir saman birleşken vaqtida biz yuqorda bir neçe sohbetlerimizde degenge o'xshash milleti bilen birleşken, milletininki ahlaki fazileti, onun imanı, onunki her türlük alaydilikleri, onun medeniyeti, onun tili, onun örf adet anılarını düzü yaşayan, onun hürmet kılgan bir teşkilat milleti bilen zincir saman birleşelaydı. Bu teşkilatın arkasından millete ergişidi. Millet bilen birleşken her kanday bir teşkilatını elbette Xitayni düşman ve Xitayni tutmazlayman, Xitayni parçalayman diye her kanday bir devlet mi bu teşkilat bilen arlaşmay, bununla hemkarlaşmay mümkünçülüğü yok. Çünkü Şarkı Türkistan meselesi, Şarkı Türkistan müstakillik davası ne Tibet'ninkiga, ne Mongol'ninkiga, ne başka asanlıklarınkiga, ne Xitay demokratlarınkiga okşamaydı. Biz elbette Allah için, vatan için, millet için biz candın, kandın, hayatlık, mamatlık her narsimizden keçken vaktimizde ebedi hayatını utup çıkımız deydiğen bir akidenin ergeçkiçileri. Bundakken biz başka milletlerge okşamaydiğen bu evzellikimiz, bu alaydılikimiz biz bizni halkara mı alaka kılışkı tikişlik muhim bir kuzur dep oturgu çıkırdı. Bu hafta biz muşu irademiz bilen oturgu çıkan vaktimizde işinimiz ki nurgun işlerimiz ronak tapudu, netice kazanıdı. Biz mevcut teşkilatlardaki bir kısım noksanlıklarını, bir kısım kemçilliklerini bulanı yaxşı köztüp çıktık. Elbette biz bu hareketimizde hem milletimizden razı kıldık, hem halkaranın ihtiyacına cevap vergidek, hem Xitaydan kısas alalaydıgan bir teşkili aparatını kurup çıkımız. Rahmet. Siz degandek hakikaten bu haber e'lon qilingandan keyin ba'zi ijtimoiy taratqularda xalq orasida bir xil fikrlar bo'lyotdi-da, ya'ni hozir mavjud tashkilotlarimiz bor asosida yana bir tashkilot qurishning asosi bormi, bu yaxshi ish emas degandek fikrlar bo'lyotdi. Yuqoridan so'zim deb o'tdingiz bu tashkilot qurilishining muhimligi to'g'risida. Sizningcha bu teşkilatın kuruluşu bu ittifaqsızlıkka sebep bo'lib qolamdi. Ondan başka hazır xalq arasida bir umumiy bir sada bor. Ya'ni barliq teşkilatlarni biriga kelib ittifaqlashtirib bir merkez qurish degan gap bo'lyotdi. Buni masalan Rabia Qadir xonim tilga oldi va boshqa tashkilotning ba'zi tashkilotning rahbarlari aytdi. Bu vaqtda qanday qaraysiz?
Elbette biz bu yeni hareketimizni davanı parçalaş, teşkilatlarını bölüp ulanı veyran kılış yoki ular bilan raqobat qilish deydigan bir niyat bilan chiqqan bir hareket emas. Bu hareketninki chiqish manbai Xitoyninki Sharq Turkistondagi xalqimizni, millatimizni yo'qotaman, Sharq Turkistonda Xitoyning zimini qilaman degan bu shuarga, bu niyat va ijrosiga qarta biz hech qachon Xitoyning zimini bo'lmadik, millatimiz hech qachon yo'qolmaydi, biz cho'qim erkinligimizni olamiz degan shuarga chiqyapmiz. Biz Xitoyninki qilmishlariga millatimizning orzusining javobi deb chiqyapmiz. Buni shunday tahlil qilsak bo'ladi. Hech qanday bir tashkilotni bo'lish maqsad va muddaimiz yo'q. Agar bu bo'linish masalasiga kelganda, bo'linish masalasi qurultay ichidagi oxirgi saylamda biz shunchalik irodamiz mustahkam, shunchalik irodamiz sog'lom bo'lsa-mu, qurultay ichidagi siyosiy bir qism yetakchilar bilan biz farklı bir siyasi üslubda bolsakmı, ular bilan xarakter, huy, mijazimiz farklı bolsa-mu, millet ümitsizlenmesin, Xitoyga oyun tamaşa bo'lmasin degan shu niyat bilan biz qon qussakmı, bunu çandığımıdık. Her xil bedel türüsek, özümüz qıslalsakmı, milletimiz sıkılmasın, milletimiz ümitsizlenmesin deb bununla bedel türüdük, çididik, sabır kıldık, sukut kıldık. Ahir güngiçe, qaysi gün ahirki gün München'de içilgan 6. Davlat Qurultayda biz mi baramiz saylamda avaz qo'shamiz, saylamga ishtirok qilamiz. Biz bölünüş orqali yoki parchalanish orqali millatimizga bir umitsizlik, Xitoyga bir tomosha qilib bermaylik degan shu maqsad bilan bizga o'xshamagan, biz bilan o'xshash irodada bo'lmagan kishilar bilan bir irodaga majburlab o'zimizni kelsakmi, ular sizlar endi kelanmaysizlar, ovoz berish huquqingiz yo'q yoki vakillik salohiyatingiz yo'q degan shunday bir quruq gap bilan bizga kammasligimiz to'g'riliq javob qaytargandan keyin bizning bu iltimoslarimizga bergan javobning hujjatlari qo'limizda bor. Bunday holatda biz u yerga majburlab berib Xitoyga bir oyun tamaşa, milletga bir ümitsizlik bo'lmasin dedik ve çekindik. Şunun için eğer bu yerda birleri nimişka bu teşkilatni parçaladinglar yoki nimişka ayrim teşkilat qurdinglar deydigan savolni so'raydigan bo'lsa, buni hozirgi qurultayninki mavjud rahbarligiga so'rusi bo'ladi. Biz degandek nurg'un bedeller türüsekmi, bunu çandığımıdık, bir yerga oshkorlamadik, bunu biz maxfiy ama maalesef biz yeni bir teşkilat kuruşqa mecbur olduk. Bunun elbette birinci amili Xitoyning vatanimizda ilib berayotgan rezil siyaseti, yok qilish siyaseti, milletimizin arzu armanları onunla cevap veriş mecburiyetimiz yeni bir teşkilatni kuruşumuzga mecbur qildi. İkincisi bizning mevcut teşkilatta hizmet qilish imkan sharoitimiz to'sildi, bo'g'ildi. Bizga bu haqda diyebilgandan keyin bizning amalimiz yo'q edi. Ama şunun ben kısaca bir izahatını berishim mümkün. Endi Türkiye'de Adalet ve Terakkiyat Partisi de bir partiye kuruldu. Bundan takribi 15 yıl burun, 15-17 yıl burun bir teşkilat kuruldu. 2002 yılı kurulgan boz 2018 16 yıl oldu Adalet ve Terakkiyat Partisi'ye kurulganlığa. Bu parti şu kurulgan vaxtıda mı okşaş gepsizler bulungan. Nime için bu parti bir partiden bölünüp çıkıp ayrım bir parti kurdu. Bu milletini bölüdü. Milletninki avazı veyran boludu. Solçu, komünist partiler yoki başka partiler bundan utup çıkıdı degan nurgun talaş tartışlar bolgan. Bunun da hazırki iktidardaki Adalet ve Terakkiyat Partisi'ninki kurguçuları Recep Tayyip Erdoğan, hazır Türkiye'ninki prezidenti, reis cumhuri, Abdullah Gül yana okşaşmagan nurgun siyasi rehberler bölünüp çıkıp bu Adalet ve Terakkiyat Partisi'ni kurgan. Hazır günde Adalet ve Terakkiyat Partisi Türkiye'ninki birinci partisi %52% avaz bilen Türkiye'deki siyasetini belgilegen, siyasetinin takdirini yeşip çıkan ve milletke çıkış yolu tepegen bir partiye aylandı. O bölünüp çıkan asaslık partiye deyilgen partiye bugün %1% mu avaz alanmaydıgan bir haletke çıkıp kaldı. O vakti da Türk milleti, am halk elbette gelecekini toluk
mölçerleş, onunğa baha beriş elbette 100% her millette yoki her xalqda bu mümkün emas. O vaqtda şunda talaş-talışlar bolgan. Bu partiya qanda urdu, bu partiya yani kichik partiya bo'lib qoldi, bu partiya bölünüş bilan birga bu milliyetçi, muhafazakar degan yani oңçul partiya veyran boludu, başka partiler utup çıkıdı, bu çoğun bir mağlubiyet boludu degen göz qarashni ardından ötken 16 yılda bundaq bir tefekkürünki, bundaq bir göz qarashninki hata bir göz qarash bolganligini amaliy isbotlab bugün Adalet ve Teraqqiyot Partisi Türkiye'de siyasetini belgileydigan, iqtidarni qo'lga olgan, hatta Reis Cumhur, Baş Minister, Parlament Reisi Adalet ve Teraqqiyot Partisi'nin yani AK Parti'nin terkip tapkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rehberlikinde bir siyasi tüzüm kurulup çıktı. Hem vatan içinde hem vatan sırtıda Türkiye'ninki abroyunu, inavetini, iktisadi, siyasi, halkaralık tesir dairesini en yukarı dereceye götürüp çıktı. Bugün bunu özümüzge tipik bir misal dep qaraydigan bolsak, Adalet ve Teraqqiyot Partisi kurulgan vaqtida bular bölüp koydu, bular parçalıverdi degenler mi? Hazır bunun bölmegenlikini asas gevdine götürüp çıkıp halkını qayıl kılıp, halkı bilen, milleti bilen birleşip, zincir saman şekilde halkının iradesiga hürmet kılan, onun ahlakı, fazileti, milli kimlikini özü yaşap, özü icra kılıp, bugün milletini razı kılan, milletini toluk akısını egeştirgen bir siyasi parti bolganlığı hemmimizge ayan. Biz mu yeni kurulduğun Şarkı Türkistan Müstakillik Hareketini muşu hareketke okşatsak boludu. Muşunu özümüzge örnek atsak boludu. Herhalde hazır bizge bir kısım guman bilen, bir kısım şüphe bilen, bir kısım endişi bilen qaragan kırındaşlarımız ki buların sani az dep qarayman. Kelgüsüde bu işimizden doğru bir hareket, qanchalik doğru bir qadam alınlıqını inşallah ameli hizmetlerimiz bilen körep qayıl boludu. Bizge ham deytidu. İnşallah. Diyorlarımız gelsin. Deyimizim o min adamda, min xiyalda biz Uyg'urlardan bu har xil ideyatik odamlar mavjud. Bularning hammani majburiy birga kelib cho'qim bir tashkilot aslida faoliyat olib borsa deyishmi to'g'ri emas menimcha. Chunki mayli nechta tashkilot bo'lsin, haqiqatan bir jon dili bilan xalq uchun xizmat qilgan tashkilotlar bo'lsa, xalq qo'llaydi deb o'ylayman uni. Ondan sizdan so'raydiganim shu Türkiye prezidenti Erdoğan yaqinda Xitoy prezidenti bilan bo'lgan bir telefon suhbatida atalmış Şarq Türkistan terrorluq kuchlariga qarshi ekanligi, ularning jamiyat tartibini buzishga yo'l qo'ymaydiganligini aytgan. Siz bunga qanday baho berasiz? Bu ahvol qurilmoqchi bo'lgan tashkilotga qanday ta'sir ko'rsatadi? Elbette bu muhim bir sual. Türkiye'ninki Reis Cumhur Prezident hürmetlik Recep Tayyip Erdoğan'ınki Xitay devlet reisi Xi Jinping bilen ötküzgen sohbette siz yukarıda degendek biz her xil terör güçler karşı degen beyanatı bunu biz men olduk. Terör yoki terörchi masalasiga keladigan bo'lsak, Türkiye'de hech qanday bir Uyg'ur tashkilotining terror bilan uzoqdan yaqindan munosabati yo'q. Buni ochiq oshkor deyishimiz kerak. Ne Uyg'urning shaxsi olsun, ne tashkilotlari olsun terörga yaqin yo'liqqan emas. Endi Xitoy agar Uyg'urni terror degan bu qalpoqni kiygizish orqali yetim qoldirman va vatandimi, Sharqiy Turkistondimi terrorist, radikal islomiy terrorist degan mushu nom bilan yo'qotaman va sirtdagi Uyg'urlarni terror qalpoqi kiygizib, sirtdimi bularni aram qo'ymayman deydigan bir siyosatni izlaydigan bo'lsa, albatta biz buni tubdan rad qilamiz. Chunki Uyg'urlarning terror bilan hech qanday bir munosabati yo'q. Bugun Uyg'urlar Xitoy kommunist hokimiyatiningki davlat terrorininki yo'qotish obyektifiga aylangan bir mazlum millat. Tömürning sunuqi bo'lmagan bir millat qanday bo'lib terrorchi bo'lib qoladi? Albatta buni bizning ochiq oshkora deyishimiz kerak. Elbette bu Erdoğan'ınki sözlerde bu sözninki sözleniş ceryanı Türkiye'ninki hazırki halkaradaki siyaseti bilen münasebetlik dep qarasak boldu. Türkiye tarihten tatip Şarkı Türkistan'da Xitay qırgınçılığıga, Xitay zulmüga, Xitay'ninki assimilasiya siyasetiga en qattiq reddini bergen, en qattiq inkasını qaytırgan, hatta Hu Jintao'mu
ve başka Xitay rehberleriga bu reddi arkalık seferlerini toskan, ularning yig'inga qatnashish imkoniyatini vayron qilgan İtalya'daki G8 zirvesiga şu Erdoğan'ninki 2019 Ürümçi qirg'inchiligida Xitoyning Sharqiy Turkistonda qilmishlari bir qatliam. Buni darhol to'xtatish kerak. Agar Xitoy Sharqiy Turkistondagi jinoyat va qatliamdan to'xtatmasa, men buni Birleşken Devletler Teşkilatı, İslam Konferansı, Avrupa Parlamenti qatorliq bütün xalqaro jakarlab Xitoy bilan bu meseleni men her yerde deyishiman. Bu degan so'zim mening og'zimdan ushtumti chiqqan so'z emas. Bu so'zni bilib planlab maqsadlik dedim. Xitoy Sharqiy Turkistondagi qatliam va jinoyatlarni to'xtatsin degan raddini bergan Erdo'g'an bugungi kunda qanday bo'lib terrorning har xiliga biz qarshi degan javobni beribdi. Bu masalada Turkiyaninki xalqaro siyosatdagi ig'ir ahvoli G'arb ellari bilan bo'lgan siyosiy, iqtisodiy va xalqarалық munosabatdagi G'arbning Turkiyani bo'g'ib, Turkiyani vayron qilish niyat maqsadlarininki natijasida deyilgan bir so'z deb qarayman. Chunki Turkiya bo'libmi oxirida Turkiyaning o'zining ichida yuz bergan harbiy ag'dirish, ya'ni darba bu 2016-yili 7. ayın 15. günü askeri harbiy holat bilan birga Turkiyada siyosatni qo'lga olamiz degan bir qism xoinlarninki Turkiyada millatning ovozi bilan saylangan hukumatni yo'qqa chiqarish va millatning irodasiga suiqasd qilish bu harakatiga Turkiya qattiq raddiy berib millat irodasiga ega chiqdi, davlatiga, hukumatiga va buningda Türkiye çoğun bir balayı afetten sağ-salamet çıkan buldu. Bunundan hemen akısın Türkiye'nin çiğradaşları bilen bulup mu Suriye'de boğan meselelerde PKK, PYD terör hareketinin ki Garp tarafından kullanıp ulağı kural her xil iktisadi, siyasi, halkaralık yardım ve destek verilip Türkiye qarta qanday kuch kutganlikka o'ttirdi. Ya'ni demakchi o'g'lim shu Turkiyadagi 2016-yili 7. ayning 15. kuni bo'lgan bu xiyonat, bu xoinlarningki harbiy ag'dirish siyosatidimi? Ya'ni G'arbning barmog'i bor bugun shu ishni qilayotgan bu xoinlarning beshi Amerikada yashayapti, taqa Amerikaning qaytirg'ini yo'q. Yana ham bu Fethullah degan bu hareketninki en golluk azaları Garp ellerinde siyasi panalık talep tilip şu yerdiye yavatıdı. Hiç kandığını kaytırıp ergini yok. Bu Suriye'deki boğan meselede ama Türkiye'deki PKK terör hareketininki tarmak teşkilatları boğan PYD, YPG, Katarlık bu Suriye'deki PKK'nın tarmak teşkilatları mı Türkiye'ye Garip'ten ağan kurallar ve iktisat bilen hücum kılıp Türkiye'ni parçalaymış, dostlarımız degen siyasetini elip bir batıdı. Türkiye yakında şu Brazil'den açtı, Suriye'de asker kirgizip bir yerde can kılıp atıdı. Bunda bir vaziyette Türkiye özünün can derdigi düşken bir mezgilde elbette Xitayninki Türkiye'ni kolga keltiriş, Türkiye'ni Şarkı Türkistan davasını yiraklaştırış ve Şarkı Türkistan davasının xalqarada birden-bir yetekçisi, birden-bir hamisi bo'lgan ve bir yerdeki zulümga dadil ve hakkaniyetlik narazılık bildirgen Türkiye'ni şu osal halette paylanıp Türkiye'ni bu meseleden yiraklaştırış siyasetini en mükemmel bir şekilde icra kılıvatkanlığını görevatımız. Bir kısım sözlerini degen bolsumu, bir kısım demigen sözler Xitay devlet televizyonlarda, axbarat organlarında, gizit jurnallarda Erdoğan'ın ağızdan degendek, o da Şarkı Türkistanlıklara Erdoğan xiyanat qilgandek bir kısım sözlerini yasıma, mübalağ ve onu köpeytip Türkiye'den ümit kütüvatkan 35 milyonluk Şarkı Türkistan halkının ümidini yok çıkarış siyasetini icra kılıvatıdı. Bu mesele Türkiye'ninki özünün milli iradesi bilen, özününki hür iradesi bilen degen sözlerde qarasak olmaydı. Çünkü ötmüşteki misallardan ben bir neçesini sizlerge hazırlayıp verdim. Bu Türkiye'nin halkaradaki siyasi vaziyetininki naçarlıkıdın Türkiye'ye karta nurgun devletlerinin hücumu, iktisadi, siyasi, harbi hücumu ve Türkiye'ni veren kılıç siyasetinin neticesinde Türkiye amalsızlıktan bugün günde Rusya bilen Xitay'nın ki siyasetiki yakınlaşıp kaldı. Bundan düşünüş gerek. Kelgüste bu siyaset inşallah özgür dep oylayımız. Çünkü
bu yerde asas cihetden ilip etadigan bolsak, Amerikanınki Türkiye ile boğan siyasetdeki bu igizpeslikle, bu hata siyasetle Türkiye'ni G'arbdan yiraklaştırıp Xitoy ve Rus'un alqanıga attı. Muşunun neticesinde Erdoğan'ın sözlegen sözlerini tahlil qilsak, bunu tushensek, Erdoğan'a mu hata baha vermegen bolumuz ve bu vaziyetni to'liq tushungan bolumuz. Bu yana Amerikanın Türkiye ile boğan siyasetdeki yaxshilanish, ilgirlash, taraqqiyot ve normallashish bilan birga men umid qilamanki, Türkiye Xitoy siyasetdagi Sharq Turkistonga bo'layotgan Xitoyning suiqastlari, Xitoyning zulm siyosati ve her xil ilimikirleri mu bir taraf boludu, bula onşurudu, Türkiye mu hiç kaçan özünün dini milli kırındışı bo'lgan Sharq Turkiston xalqiga xiyonat qilmaydi. Rahmet. Endi şu Türkiye to'g'riliq so'zlab qoldik va ba'zida gumon qildiki bu qurilmoqchi bo'lgan tashkilotni Türkiye hukumat doiralari quryotidi deydigan bir gaplar bor. Gumon ya'ni. Sizce bu gumonlarning bir asosi bormi? Ya'ni bundan boshqa bir tashkilotning qurilishida bir davlatning, bir partiya tashkilotlarining aloqasi, yordami bor deyishga bo'ladi. Elbette sizge bu sualınız için rahmet etmem. Mühim bir sualını sordunuz. Biz Türkiye'de yaşavatımız. Türkiye'de yaşagandikin elbette bu devletninki qayıl kılınışı gerek. Biz bu teşkilatını Türkiye'de kurduğun bolsak, elbette bu devletin icazet ilip bu teşkilatını bir yerde kuruşumuz gerek. Bu devlet karşı çıkıp bu devletke isyan kılıp bu teşkilatını kuruşumuz bu mümkün emez. Elbette biz qaysi devletni kurduğun qat'i nazar bu teşkilatını kurduğun devletninki siyasetdeki maslashib, onun kanun tüzümüne boysungan şekilde nizamnamemizni mu, bizden yol haritimizni mu, iş ilip beriş uslubumuzni mu, şunun maslashib qilishimiz gerek. Bu to'g'riliq biz tahi iniq ma devletni kurumuz yoki ma devlette bu teşkilatni enge aldırımız deydigan bir muqimlik tahi qo'l kelgini yo'q. Bir neçe variantlik, bir neçe ihtimallik biz bu ihtimalları köztüp qaysi en önümlük, en neticelik, en paydalık Sharq Turkiston davasıga iş içip berip bizge bir çıkış yolu tep beraydı. Bunu izlenevatimiz. İnşallah bizge en muvafık bo'lgan ve bizge davayımızga en layık bo'lgan, en kuchliq netice kazanalaydigan ya qaya bu ve bizge müsbet cevap bergen ya qaya bolsa şu yerde, şu devlette iş çıkartırışımız. Bu to'g'riliq bunun daha artık tefsilatlık cevap verişine hazır doğru görmeymen. Bu iş neticeye erişip bu işte biz ahırkı cevabını algandan keyin biz elbette bunu milletimizge zekarlaymiz. Hazırcha bundan artık cevap verişim doğru emas. Ha, doğru. Yana bir sorular, siz Dünya Uyghur Qurultayida şu qurultay qurilishini tortib toki o'tgan yil noyabrgacha qurultayda muhim vazifa o'rnab keldingiz. Mushu jarayonda qurultay ichida mustaqillik to'g'risida fikr bo'lib baqqanmi? Qurultayning xarakteri to'g'risida sizdan norozilik kayfiyati bo'lganmi? Albatta biz qurultay içindeki siyasi rehberlikimiz jarayonida neçe qitim, nurg'un qitim biz bunu hem yepik rehberler arasında qurultay içilgan vaqtildimi? Bizning bu siyasi uslubimizningki o'zgarishi zaruriyatini ve hozirgi mushu ilib borayotgan siyasetninki bizga natija qozondurmaydiganligini, bundan bir chiqish yo'li topolmaydiganligimizni bir necha qitim biz deb aytgan. Afsus bizga mushu haqda tavsiyada bo'lgan, bizga yo'l yo'riq yoki maslahat bergan bir qism ziyolilar, Amerikaliklarninki yoki G'arbninki bir qism ziyolilari, bir qism tadqiqotchilari sizlar mushu avtonomiya degan yo'lda mangsanglar yoki o'z taqdirini o'z belgilash degan yo'lda mangsanglar, sizlarni G'arbliklar qo'llaydi, himoya qila oladi. Mustaqillik degan vaqtingizda sizlarni hech qanday bir davlatning qo'llash imkoniyati qolmaydi degan javobni bergan. Lekin biz bundaqdimi? Bununla şunu bir qisqacha izohat berib javob berishim kerak. Endi biz qurultay orqali
Sharq Turkiston davosini kontrol qilayotgan yoki Sharq Turkiston kuzurini ishlatgan bir qism g'arb davlatlari yoki g'arbning tashkilotlari Xitoy bilan bo'lgan savdo-sotiq tijorat ularningki manfaatlarida agar biz ularning kuzuriga aylanib qolsak, u vaqtda bizningki avtonomiya yoki o'z taqdirini o'z belgilash degan bu shuarningki Xitoy bilan g'arb davlatlarininki munosabatida o'zga foyda topadigan, o'z uchun kuzur qilib ishlatadigan bir obyektiv bo'lib qolganligimiz ochiq oshkor edi. Buni biz necha qitim o'tirib qo'ydik. Hozirgi kunda misol tipik bir o'rnak beradigan bo'lsam, Amerika bilan Xitoy orasidagi iqtisodiy manfaatda 2 trillion dollardan 3 trillion dollargacha Amerikaningki Xitoyga qarzdor bo'lganligi paychek masalada Xitoyga Amerikaningki muhtoj bo'lganligini ko'ryapmiz. Demek bir yerde çoğun bir soğudu var. Yani onundan başka Xitay bilen Amerika arasındaki nurgun alakada, nurgun işbirlikide elbette Xitay karta Şarkı Türkistan davasında kurultay arkalık kuzur kılganlığını biz görekdik. Ama emeliyatta Şarkı Türkistan'da bulavatkan bu iğir kırgınçılık yoki Xitayning yo'q qilaman degan Uyg'urni tüptün assimilyatsiya qilib, yer şehridan qirib chiqarman degan bu siyosatiga Amerikaningki haqiqiy, samimiy bir inkas qaytganligini, bu masalani ko'tarib chiqqanligini Xitoyga ochiq bir raddiya berganligini hozirgacha uchratganimiz yo'q. Bir yerde uşak gap so'zlarda bir hikoya cho'chak temasida bir qism masalalar o'tirib chiqqan bilan misol Suriya masalasiga o'xshash yo Iroq masalasiga o'xshash yoki boshqa davlatlardagi Amerikaning manfaatiga loyiq bir inkas, bir raddiya, bir egi chiqish bu mümkün emas. Bu taqa o'tirib chiqqani yo'q. Shuning uchun biz yuqorida dedik, yana deydigan gapimiz shu. Agar Amerika bizni o'zining davosi uchun zarur bir ehtiyoj, bir kuzur deb qaraydigan bo'lsa, biz qaysi shuar bilan chiqsak chiqaylik. Mayli mustaqillik shuari, mayli avtonomiya bo'lsin, mayli o'z taqdirini o'z belgilash bo'lsin, mayli qanday shuar bilan chiqsak chiqaylik. Agar Amerika Turkiston kuzuriga ehtiyoj his qilib, shunga majbur bo'lib qolgan vaqtida bizning tashkilotimizninki mustaqillik talab qilgan bir tashkilot bo'lishini qat'iy nazar buni qo'llamay amali yo'q. Millati bilan birlashib, millatini aqsga agashtirib, millatining ehtiyojiga, uning orzu armonlariga, istaklariga javob bera oladigan kuchliq, ishonchlik, o'z ichida samimiyatni, sadoqatni va maxfiyatlikni saqlaydi. Xitoyning jasuslari, Xitoyningki axborot organlari bir muddahlik qilinmagan, bir adamini o'rnashtirilmagan, uyul tashdek bir tashkilot qurilib chiqqan vaqtida millati bilan birlashgan va ichida maxfiyatlikni saqlay oladigan kuchli bir tashkilot, kuchli bir shuar bilan, nizomnomasi bilan va rahbarlik heyeti bilan millatiningki ko'nglini utib chiqqan bir tashkilot albatta har qanday bir davlat Xitoy bilan men ilishiman, Xitoy bilan men hisoblashiman, Xitoyni tormozlayman deydigan bo'lsa-ki, bu tashkilot bilan aloqa qiladi va bu tashkilotni qo'llaydi. Shuning uchun biz bu yerda biz cho'ng shuarli chiqdi, bular mustaqillik degan shuarli chiqdi, hech qanday bir davlat qo'llamaydi degan magapninki hech qanday bir e'tibori bo'lmaganligini men buni bilaman. Hamma masala bizda yashiradi. Biz agar shu yuqorida degan aloyidliklarni, shu xizmatlarni shu to'liq ado qilib o'tirib chiqa olsak, albatta Xitoy bilan hisoblashman degan har qanday bir davlat bu tashkilotni izlaydi, oladi, buni qo'llaydi. Tamam. Hammamiz bilamiz hamda shu Robiya xonim bir mezgil chetlarga chiqib faoliyat qilgandan keyin chekinish to'g'risidami pensiyaga chiqish to'g'risida gaplar bo'lgan, ammo siz izchil Robiya xonimni qo'llab keldingiz, chunki xalqning nazarida Robiya xonim bir bayroq va millatning haqiqiy lideri. Bundan keyingi munosabatlar qanday bo'ladi? Masalan, o qurilmoqchi bo'lgan tashkilot to'g'risida gap qilyapmiz. Bundan tashkilot qurilgandan keyin munosabatlar qanday bo'ldi? Shuningdek, qurilmoqchi bo'lgan tashkilotda Robiya xonim o'rin olamdi. Agar Robiya xonim tashkilot bilan tashkiliy munosabatda bo'lsa, tashkilotning mustaqillik xarakteriga daxli yetamdi.
Bu mühim bir sual, muhbir efendim. Elbette biz müstakillik hareketini kuruş ceryanıda, kurultaydaki vazife ilip biriş ceryanımızda Rabia Kadir Hanım'ını can cehrimiz bilen, bütün iktisadımız bilen, bütün cismanımız bilen ve barlık gücümüz bilen kollap kelgen. Demişka Rabia Kadir Hanım milletninki inavetiga, işencisiga erişken millet akıstin temtirmey mağdıgan bir siyasi rehber idi. Bir Uygur anısı idi. Elbette Rabia Kadir Hanım'ınki bu derecede inavetke erişte tülügen bedelleri, kılan hizmetleri, samimiyeti, milletiki boğan sadakati, onun bu vaktiki tirişçanlığı bu obrazını tiklep çıkan. Birincisi bu. İkincisi Xitay mı? Rabia Kadir Hanım'ını birden bir düşmanı dep atıgan ve igizga ağan halkara mı Rabia Kadir Hanım'ını özünün düşmanı dep bunu cekarlıgan. Halkara mı? Rabia Kadir Hanım'ını bir bayrak dep, bir simbol dep itiraf kılıp Uygur'un bayrağına aylangan Rabia Kadir Hanım. Biz şunun için elbette yukarıda degen alaydilikleri, pidakarlıkları, tölügen bedelleri, davetik erişkenliki, Xitayning düşmaniga aylanganligi ve halkarada yükselgen nüfuzu bu elbette bek muhim. Biz bununla qaraymiz, bununla itibar qilamiz. Hanımның kemçilligi, noksanlığı, onunki uşak hatalıkları elbette insanda bolduğan hatalıklar. İnsan kemmes bunda hatalıklar, noksanlıklar boludu. Hiç kanda bir insan mükemmel emes, hiç kanda bir insan hatadan münezzeh emes. Elbette biz bunu bilip Rabia Kadir Hanım'ını kolladık, himaye kıldık, yukurdu diyen bu şu alaydilikler sebebinin Rabia Hanım'ını kollap geldik. Efsus Rabia Kadir Hanım özüm o gıçı muş kurultayını saylamını ötküzüp kurultayını ıslah kılıp kurultayını kulamga alımen dep durup ahırkı 2-3 gün kalganda kurultayını hazır özü şikayet kılıp atkan, hazır özü meni kuruk cazık aylandırıp koydunla bana Ali rehber dep kuruk ünvanını verip bir kıtım mesleğe sorumudunla hiç kanda bir işlerini anlaştırmadınla silah samimiyetsizlik gösterdiğinle dep şikayet kılıp atıdı. Biz bunu şu vaxtı degen Rabia Hanım'a. Hanım silah kuruk östengi merhab bulmuşla iradeleri teslim ilinip, iradeleri görevge ilinip, sile mengülük rehber bosla, Ali rehber bosla, bunun hiç kanda bir kımmeti yok. Silige millet, Allah 2016 yılı Fransa'da, Paris'de belgen bu imtiyaz, bu milletin amanetini silegi çıksla, bu amanet milletin amaneti, sile bu millet özü erkin avazı bilen, öz erkin iradesi bilen saylamdı silini reis sayladı, sile bunu bu tört siyasi kişiye bunu tavşırıp besle bu doğru olmaydı. Bu hatalık neger kısla sil akıl agan ahırkı bir uçum kolluğuçulardan ağırlıp kalla bu dava ve çoğun bir hıyanat kılgan buldu dep özgü degen edik. Efsus ya her gün men ölsem mi yanmaymen ya alem ya körem ben bu kurultayını ıslah kılımen ve kurultayını milletle kurultayı aylandırmen degen. Hamda qaysı sebep? Nimele Rabia Kadir Hanım'ın 2 gün kalganda bu iradeden yeni çıkma mecburdu. Hazır radyoda mesela avazı WhatsApp'larda şu hanımınki sözleri tarqap halkımız anlavatıdı. Bu mesele hakikaten bek mürekkep bunu bilemedim. Neme sebepten şunçuluk kuşluk irade bilen birden çıktım beyanat verip kurultayda milletki hıyanat kılgan, milletini aldığan ve milletinin iradesini suikast kılganlarını ben ıslah kılımen kurultayını ıslah kılıp milletinin kurultayı aylandırmen degen bu irade kanda olap özgürüp gitti, kanda olap teslim ilindi. Bunu hakikaten sürüştü kılış gerek. Bunun cevabını Rabia Hanım'ın özünün bir iş gerek. Bu bizge naşayan. Bunu biz bilmeyimiz. Şunun için biz Rabia Kadir Hanım'ını siz yukarıda sorduğunuz bu kadar efendim kandak bir muamele ilip barışlı dediniz. Bizden elbette siyasi ahlakımız, vicdanımız, imanımız şunçuluk bedel tölügen bir kişiye, bir anaga biz hürmette hiç kaçan nametlik kılmayımız. Hazır kaçımı Meyli Rabia Hanım milletinin iradesini
Töt siyasi aldamçıga taşlap versin, tapşırıp versin ki bunda bir hakkı yok. Bunda bir hakkı yok idi. Milletninki iradesini öz bisimçiligi bilen onda tapşırıp bir hakkı yok idi. Biz bunu ahırkıçı bunun karşı çıktık. Hazır hem bu kılgan işinin hatalıkını hata deyimiz. Ama Rabia Hanım'a baha bir işte elbette biz ötmüştük kılgan hizmetleri fidakarlığı cesareti, gayreti төлеген bedelleri bu yüzüsten yani hem 10 yıl bir davanı bir sebdaş bulup bir ana balıdek ilip bağanlığımızdaki hürmeti elbette biz Rabia Hanım'a hürmet kılımız. Bu hürmetimiz samimi hürmet. Aldığı bir xil aqısты bir xil emas. Onun siyasi obrazdan paylanıp aqısın suiqas qıladigan, onun kudukunu kolaydigan namertlerden emas biz. Bundan keyinki hareketimizde inşallah biz özden toluq paydalanımız deyişim məsləhətləri bolsa, yaxşı məsləhət fikirləri alımız, məsləhətləşimiz özü bilen elbette bundan keyinki siyasi hayatımızda mı anı balıdek ötümüz qanda bir men kirmeymen, hiç qanda bir teşkilatı men bolmayman dep bana bergen cevabı şu. Biz bunu hürmetleyimiz elbette özünün erkin fikri. Rabia Kadir Hanım'ınki bizning müstakillik hareketimizge müstakillik şuarımızga uygun teklif, fikir, məsləhətlərinin inşallah faydalık taraflarını biz alamız. Bu hareketimizge yalğız Rabia Kadir Hanım emas, her kanda bir Uygur'unki faydalık, yaramlık ve bizge netice kazandırdıgan məsləhət fikirlerini biz kabul kılımız. Çünkü bu bir Uygur'unki bir Türkistanlık'ınki teşkilatı. Bu hakta bizden göz karışımız şu. Ama hiç kanda mu bizning müstakillikten yiraklaştıramaydiganligini, müstakillik irademizden bizni çekindiremaydiganligimizni, bu davani quruqlaştıramaydiganligini bunu oçuq ve inik oturup koyman. İnşallah biz bu yolda sabdaşlarımız bilen ortak ağan kararımız, ki idare heyetimiz kurulmakçı olan şu müstakillik hareketininki tayarlık komitetiki karındaşlarımız olsun, bizning əgəşçilərimiz olsun. Buların iradesi biz için birinci oranda durdu. Bu karındaşlarımız bilen biz bu yolunu başladık. İnşallah biz vatanımız müstakil boğucu Allah Teala vergen bu can, bu tende emanet. İnşallah bu iradeden yanmayımız. İmkan dairesinde Allah bizge ne nasip kılgan bolsa şunu kolumuzdan kiriş çıkarımız. Şunun inek vaadi bereleymen ki biz inşallah biz ve bizden etrafımızdaki kırındaşlarımızdan hiç kandığı Xitay sitivalanmıqdek imanlık, yüreklik, ahlaklık kırındaşlarımız. Birincisi şu. İkincisi bizden aramızdaki samimiyet, sadakat, birisi gibi olan mihri, muhabbet ve ihlas inşallah bizni Allah yolunda birleştirgen vatanımız müstakil boğucu bu birlik ittifakımız devamlaşıdı. Bu teşkilatımızdaki kuruluş erpiste yani biz inşallah birine çıktım beyanat birimiz hazır tayarlığımız devam kılıp gitpardı. Bu beyanatımızda biz halkımızı oçuk müracaat veren çakırımız. Hazır mı hem bu teklifimiz, bu çakırkımız inşallah ben bunu izhar kılımen. Her kanda bir şarkı Türkistanlık, her kanda bir Uygur, özüne bir Uygur'dan partisi, Uygur'dan bir evladı dep tonup, benim şu davada bir mesuliyetim, bir mecburiyetim, ada kırıldığın bir kişilik burçum var dep oylayetken, onunla reislikten azalıkçı her kanda orun inşallah bikar, bunun özüne köstüş salayeti var. İnşallah bu işlerimiz milletimizine razı kıgıdek, Allah'ın razı kıgıdek ayaklışı dep oylayman. Rahmet. Rahmet. Çok vaktinizni aldım. Ahırda yan bir soru sormakçıyım. Sizin en az 30 yıllık mücadele hayatınız var. Beşinizden nurgun soğuklar öttü. Şu 30 yılda sizni en memnun kılgan ve sizni en ümitsizlendirgen noktalar toğusunda kıskaça sözlep veremsiz. Endi elbette nurgun nesiller bizni ümitlendirdi, nurgun nesiller bizni ümitsizlendirdi. Birlam nesini mağonundan bek ümitlendik ya ki mağonundan bek ümitsizlendik degili olmaydı. Lekin elbette bizni bek ümitsizlendirgen ahırkı ahval şu 2017 yılı Xitay'nınki, Xitay komünist işgalçılığınınki vatanımız Şarkı Türkistan'da
Uyg'urni yo'q qilishninki, yo'q etishninki, bu Uyg'urni qirib tugutishninki bir partisi bo'lgan lagerlar masalasi haqiqatan buningdagi bu rezillikka, bu jinoyatga, bu zulmga dunyoning sukut qilib buningga hech qanday bir inkos qaytarmaganligi meni haqiqatan umidsizlantirdi. Bu haqda men dunyoga nima desam arziydi, nima desam oz kiradi. Afsus, ne İslam dünyası, ne Türk dünyası, ne insanlık alemi rezillerçe yukarıda degandek misal dünya tarihi qaraydigan bolsak, ne Nemrut, ne Firavun, ne Şeddat, ne Germanninki diktatör Hitler'i, ne hazırki emperyalist yaymaçı devletler hiç qanday bir ziminde ilip bağmagan bir rezil siyasetine Xitay özümüzün vatanimizde bunu icra qilib atadi. Kimilerinin deyişçe 1 milyondan artıq 2 milyon geçe, kimileri onundan ziyarı deydi. O sanını Allah özü bilmese biz bilemeyimiz. Bu Uygurlarınki hayvanga layık görülmegen bir vaziyette islah qilimiz deb bularınki her nesillerini defsende qilib Uygurunu yok qilman degan siyaseti elbette bizni bek ümitsizlendirip atadi. Bu dünyada adalet deydigan narsa var mı? Bu dünyada hakkaniyet deydigan narsa barmı? Bu dünyada zulümü qarta bir narazılık bildirdigan birerleri barmı deb bu sualni özümüzge sorguzub atıdı. Endi bununla nispeten endi bizde azraq bolsunmu bir ümit peyda qilgan narsa bu bolsa xalqimizninki, milletimizningki Xitayning bu zulümleri qarta endi uygunup endi tirilip örtürüp birleşip atkanlıkını körevatımız. Bu bizni intayin söyündürüp atıdı, intayin ümitlendirip atıdı. Bu hakta inşallah biz hem de şu milletimizdeki uygunup birleşken şu ahvalığı nispeten ihtiyaçlarını şu milletini toluk yetekleydiğen, şu milletini akışını ergeçtirip çıkış yolunu teppereleydiğen bir şuar bilen, bir siyasi teşkilat bilen oturup çıkarırsak ki inşallah bunun da işencimiz, imanımız kamil. Bu biz için bir ümit dep qarayman, yalnız biz için emas, bütün milletimiz için bir ümit dep qarayman. Allah Teala her işini bilgiçi. Bizden niyet maksatlarımız inşallah muşu. Bunun da ümit deydigan bolsak, muşunu diyeleyimiz. Tamam. Bugün nəhayət köp vaxtınızdan aldım. Köp rəhmət sizə, hörmətlik Seyit Tunturuk efendi. Sizə salametlik və xatircəmlik diləyəm. Keyinki programlarımızda yeni vaxtınızda erişimiz mümkün. Yeni bir görüşkice aman bulun. Hayır, Allah'a emanet. Rahmet sizge. Rahmet muhbir efendim. Ben sizge utuluk dileymen. Yeni radyolarınınki milletimizin hakiki, rastçıl, samimi, adil avazı buluşunu dileymen. Bu vaxtki hizmetlerinizge sizlerge utuluk dileymen. Hürmetlik radyo anlıcı qarindaşlar, ahırda Ustaz Abdullah Qaracim bilen bolgan sohbetimizni huzurundan sunumuz. Qal merhamet. Allahumma salli ala seyyidina. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مغربتن مشرقچe İslam ümmetinin bir parçası, İslam coğrafiyasının bir parçası bo'lgan Sharqiy Turkistondagi mazlum ummatning ohiga dardiga davo bo'lish uchun qo'lidan kelgan cho'ng kichik imkoniyatlar bilan tirishayotgan Sharqiy Turkistondagi mazlum ummatning ohi bilan qalbi ohlanayotgan, dardi bilan qalbi dardlanayotgan barliq qarindoshlarga, barliq alam ko'rishi, qalam ko'rishidagi qarindoshlarga Alloh subhanahu va taoloning eng go'zal salomlari bo'lsin. Tunugün meni
Sharqiy Turkiston ovozi radiosi deb bir radio qurilganligi, uning uchun bir qisqa holatda bir so'zlab berishni o'zini tavsiya qilganligi uchun Alloh subhanahu va taoloning menga bergan ilm, bilim, aql, farosat yordamlari bilan qisqacha xalqimiz bilan didorlashishga Alloh subhanahu va taolo muvaffaq qildi. Buning uchun Alloh subhanahu va taolo mening tilimni, dilimni, qalbimni Alloh subhanahu va taolo to'g'riga muvaffaq qilsin. Endi bizning xalqimizning zulmlari 1000 yil ichidagi eng qattiq zulmga to'g'ri keldik. Zulmlarimizning sonini butun har kun qon ustiga qon ustiga qon bo'ladigan xabarlar bizga yetib turibdi. Hech bir tarafdan bizga bir qilchilik, xursandlik yetmayotdi. Musibatlarimiz kundan kunga og'irlashyapti. Endi mushu og'irlashayotgan musibatlarimiz yetmagandek, mushu o'xshash musibat, o'xshash balo, o'xshash bu iza ahanet içindeki qarindoshlar derdimizni Xitoy düşmanlaridan alanmay özümüzden aladigan, derdimizni Xitoy alvastalaridan alanmay özümüzden rehberlerden, özümüzden alimlerden, özümüzden qarindoshlarning o'zidan elishga tirishayotgan, ümmet aqlini yo'qotgandek bir saraqliqqa duch kelayotgan bir reallikqa hammamiz duch keldik, birodarlar. Endi xalqimizning nurg'unlagan uzoq yillik tajribelik radio studiyalar bo'lgan bo'lsa-mu, buni xalqimiz tarafdan, mening so'zim emas, xalqimiz tarafdan elning ko'zi ming deganlik sababining o'zidan nurg'unlagan studiyo millatning emas, shirkatning, ümmetning emas, shirkatning bo'lib qolganligiga, shu shirkatga tava bo'lmaganlarning xabarlari, so'zlari, ohi, darmonlari bu xalqimizning davosiga qanchalik foydasi yetsin, qanchalik yo'q foydasi yetgan bo'lsin, qanchalik ijobiy bo'lgan bo'lsin, berilmayotganligi, bostirilib qilayotganligi, hattoki ular yer sharida yashamagandek holatda anglamasga, ko'rmasga, bilmasga selvaganlik mushu holatlarga xalqimiz duch kelganlik ustidan xalqimizning intayin qattiq shikoyati bor. Shuningdek, bu Sharqiy Turkiston ovozi bo'lgan studiyaning o'ziga mening bermoqchi bo'lgan birdan bir tavsiyam, hozirgi biz jiddiy holatlarning o'zida xalqimizning zulmlari ko'paydi. Buningga qarshi turadigan ovozlarni ko'paydi. Xalqimizning zulmi ko'paydi. Bu zulm yo'llaridan chiqish yo'llarini ustida izlanadigan shaxslarimiz, siyosiy rahbarlarimiz, da'vogarlarimiz kundan kunga ko'paydi. Alloh subhanahu va taolo bu da'volarimizni kundan kunga kuchlantirib bersin, kundan kunga ko'paytib bersin. Endi mushahalatda xalqimizning bu da'volarini, arz shikoyatlarini o'zaro anglitishda bo'lsin, xalqaroga anglitishda bo'lsin, o'zaro nasihatlashda bo'lsin, xalqimizning hozir mushu radio, studiyo degandek narsalarga ehtiyoji bor. Bu ehtiyojni arib qarag'ili bo'lmayotdi. Ammo buning ichida xalqimizga uzun yil yaxshi xizmatlarni berib kelayotgan nurg'unlagan esil studiyalarimiz bor. Ammo buning ba'zilarining ustidan tarafbozlik qildi. Bizninkini bermedi, o'zinkini berdi. Bu shirkatning ulab qoldi degan shikoyat mening emas, xalqimiz tarafdan elning ko'zi ming deb minglarcha qitim bu shikoyatlar berildi. Balkim shu qarindoshlarimizning ko'ziga bu yetib bormi, vallohu alam buni uqmayman. Xalqimizning alam ko'rishi, qalam ko'rishi, o'xshamagan siyosiy soha, ammo nishon dushmanimiz Xitoy, vatanimiz Sharqiy Turkiston. Bayrağımız 1934-1944 yıldaki iki katımlık İslam Cumhuriyetimizin bayrağı. Bunun da birleşilgen. Vatanimizdeki şu mezlum halkımızını tutquzuş, ahiga ah buluş, şu necis Xitoyning vatan tuproqlarimizdan qo'g'lab chiqarish ustida birlikka kelgan barliq olimlar, ziyolilar, barliq siyosiy da'vogar qarindoshlarimizning o'zi
hammasi birlashgan. Mushuningda maqsadimiz birlam bo'lsa, inshaalloh boshqa uni qanday hal qilish, buningda qanday chiqish yo'li tepib hal qilishning o'zida olimlar bilan ziyolilar, siyosiy rahbarlar bilan diniy rahbarlar hammamiz birlashgan holatda fikr almashtirib, har birimiz o'zimizning kamchilikimizni yana bir qarindishimizning nasihati orqali to'liqlab bu davoni kun sari ilgarilatishga, kun sari bu davoni komil mukammallikka yuzlantirishga, bu xalqimizning bir soat, bir kun ta'xirsiz qolsa bo'lmaydigan bu davosiga bir tomchi bulalishimiz ustida tirishlaydigan qarindoshlarimiz ichida hammamiz o'zaro adl adolat bilan, mehribonlik bilan, qarindoshlik bilan o'zaro tirishishga Alloh subhanahu va taolo nasib etsin. Yana bu Sharqiy Turkiston Ovozi ismli radiomu mening birdan bir tavsiyam xalqimizning elining ko'zi ming degandek bu shaxsiy bir tashkilotning, bir shirkatning, palonining shaxsiy radiosi deydigan qalpoqni kiygizib qo'ymasliklarini o'tinib tavsiya qilaman. Xalqimiz adolat studiyasiga muhtoj, adolat ovoziga muhtoj, adolat radiosiga muhtoj. Bir odam do'stlariga adil bo'lishga tirishadi. Ammo bu dinning prinsipi dushmanlariga biz yaxshi ko'rmagan odamga i'dilu huwa aqrabu va la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Yaxshi ko'rganga har qanday odam, butun insonlar adil bo'lishga tirishadi. Ammo Alloh sen yaxshi ko'rmagan, yaxshi ko'rmaydigan, sen qo'llamaydigan tipdagi odamlarga, kishilarga yani adil guvohlik berish, adil bo'lish uning o'zi do'stlaringga adil bo'lgandan taqvodorlikqa eng yaqin deb buyurgan Qur'on ahli biz birodarlar. So'nglashqa Sharqiy Turkiston Ovozi radiosining bu xalqimizga bo'lgan buningdan keyingi xizmatlari o'xshamagan fikr, o'xshamagan tashkilot, o'xshamagan siyosiy tashkilot, ammo nishon o'xshaydi ayg'adek. Vatanimiz Sharqiy Turkiston, dinimiz islom, düşmanimiz Xitoy zolimlari. U zolimni o tuproqdan cho'qim alam qalam ko'rish bilan birlashib qo'llab chiqirmiz inshaalloh taolo deydigan niyatdiki, mushu niyatda birlashilgan qarindoshlarimizning hammaning orasida inshaalloh taolo to'g'ri, adil xabar berish, adil yetkazish, adil so'zlashish, adil raqobatning o'zini borliqqa keltirishning o'ziga vesile bo'lib qilishingni, adolatinglarni yo'qotmasliginglarni bu Sharqiy Turkiston Ovozi radiosi, Sharqiy Turkiston xalqining adolat radiosi, adolat ovozi bo'lishni xalqimiz chin qalbimizdan sizlarni umid kutadi. İnşallah Allah bu xalqimizning umidini sizlarga vesile bo'lishga, aqlashga muvaffaq qilsin birodarlar. Ammo nurg'unlagan studiyalar qurilgan bo'lsa-mu, har biri shu shaxsiy xalqimiz davatqandak millatning emas shirkatning bulab qolgandek shikoyatlarni besib turg'ili bo'lmadi. İnşallah sizlar adolatga yuzlansanglar, hammamizni Alloh subhanahu va taolo adolatdan mahrum qo'ymasin, adolatdan ayirib qo'ymasin. Hammamizni to'g'ri raqobat, to'g'ri adolat ustida yo'llarimizni, ishlarimizni davom qilishga, Alloh subhanahu va taolo xalqimizga ko'plagan esil yaxshi xizmatlarni sunishga hammamizni Allah subhanahu wa ta'ala adaletga yaqinlashib, adolat ustida xizmat qilishga muvaffaq qilsin. Endi hozirgi bizning o'ttirga chiqayotgan buningdan boshqa masalalar, yangi tashkilotlar borliq kelyotdi. Bu tashkilotlarni ba'zanlar qo'llasak, ba'zanlar paloniga raqobatga qurdi. Paloniga jang e'lon qilishga qurdi. Bizga jang tashkilotlarning lozimi yo'qdi. Mush yetetdi. Bu tashkilotlar uddasidan chiqolmayotdi deydigan shikoyatlarni qilyotdi birodarlar. Tashkilotlarning ko'p bo'lishi birodarlar biz uchun ne'mat. Tashkilotlarning ko'p bo'lishi siyosiy da'voning kuchayishi uchun bir fursat. Birisi bir tashkilot qurib xalqimizga yaxshi ishlarni qilib bermagan bo'lsa, sizlar qurib qanday yaxshi ishlarni. Har bir tashkilot jamiyat qurishga iqtidoringni bala, yangi ummatning kam qolgan, ko'ngil bilmayotgan, xalqimizning sal qarayotgan turlarining o'zini, nuqsonlarini, kamchiliklarimizni to'liqlaydigan yangi tashkilotlarni borliqqa keltiringlar. Bu bizning da'voyimiz
Çoğun dava. Bu davada 89 nahiye şehrimiz var bizden. Bu 89 nahiye şehirlerimizge tehi bir nahiye şehirge bidin teşkilat doğru kelmeydi. Şunlaşqa hazır bizden 46 teşkilatımız var deydiken, ama bu 46 teşkilattan halkımız ismini bilgen, halkımız üçün hizmet kılıvatkan, halkımız bir ismini sanap bir aleydigan teşkilat bir 10'a yakın buluşu mümkün. Onundan ziyadesini tehi şu teşkilatını korugan rehberler ya ailesi ya kudubacılar ya dostlar bilişi mümkün. Ama 10'a yakın teşkilatlarımız hemmisi özünün bazıları mağarip sahasıda, bazıları maddiyat sahasıda, bazıları tenterbiye sahasıda, bazıları teşvikat sahasıda, bazıları elim körüşü, bazıları kalem körüşü sahasıda nurgulluğun esil hizmetlerini birişke tirişivatıdı. Köplegen teşkilatlar buluş gerek. Endi teşkilatlarning o'zi köp bo'lganligi bizning ixtilofimizni zo'raytib etdi. İxtilofimizni ko'paytib etdi deb bir tarafdan bunda tushunib olishimiz mumkin. Bunda tushunib olishimiz ijobiy emas, birodarlar. Teşkilatlarning ko'p bo'lishining o'zi to'g'ri raqobat qila olsak, bir-birimizni putlab etmay, ittifoqlik ustiga qurilgan bo'lsa, bu teşkilatlar hammamiz uchun manfaatlik, birodarlar. Şunlaşqa birodarlar, sizlar bilasizlar, bir davlatda bir lam telefon şirketi olsa, o telefonning ishlanishida yangilik yaratilmaydi. Bir necha telefon şirketlari bo'lganda, mana hozirgi real dunyoyimizda Almi bilan Samsungning raqobat davri har ikkisining yani telefonini alohida hamma tarafdan alohidalashga tirishayotgan yaxshi sifatlik narsalarni insoniyatga sunayotganligiga shohid bo'layapmiz. Bir davlatda bir dona telefon shirkati bo'lib qolsa, so'zlashish, to'g'ri sur'ati hech qanday tarafdan bir yangilik yaratilmaydi. Bir necha o'xshagan tipdagi shirkatlar bo'lgan vaqtda sifat birisidan a'lolashtirishga tirishadi. Ve onundan başka bir davlatda bir narsani monopol qilgan bir lam shirkat bo'lsa, uning sifatida yangilik barliqqa kelmaydi. Aslında ko'plagan o'xshash tipdagi shirkatlar barliqqa kelganda, uningdan bu yaxshi qilishga, buningdan u yaxshi qilishga, uningdan bu yaxshi qilib eshib ketishga, buningdan bu esil qilib eshib ketishga to'g'ri raqobatlarga tushganda dunyoning taraqqiyoti barliq keladi. Shunga raqobat demak taraqqiyot demek birodarlar. Biz Sharqiy Turkiston davosida taraqqiyotga muhtoj, yangilikka muhtoj, yangilikka muhtoj. Yangi qurilishga Sharqiy Turkiston mustaqillik tayyorlik komiteti, tayyorlik tashkiloti deydigan bir tashkilotning sadolarini anglayapmiz. Inshaalloh bu tashkilotning o'zini konu muqamda emas bir yangilik yaratqanroq tashkilot bo'lib qolishini xalqimiz umid kutyapti. Konu tashkilotlarning hammasi shu tashviqot bilan alam ko'rishi bilan, qalam ko'rishi bilan alamdan yiroq, qalam ko'rishi bilan alamdan yiroq, qalam ko'rishini qiladigan, alam ko'rishidan qo'rqaydigan tashkilotlar bo'lib qolyapti. Inshaalloh taala bu tashkilot hem qalam ko'rishi hem turvatkan rayon, coğrafya, devlet, orun hem taraftaki imkaniyetlerini kolga keltirip hem taraftaki imkaniyetlerini, devlet imkaniyetlerini kolga keltegen, devlet himayesini kolga keltegen asasta elem görüşü teşkilatının bu başlamcısı hem asası elem, kalem, iki kanıtı bolgan, koş kanatlık yani hürriyet asmanımızda pervaz kılıp uçalaydıgan bir teşkilat bo'lib qilishni xalqimiz umid kutyapti. İnşallah subhanahu wa taala Allah bunu inşallah yetkizsin. Bizning xalqimiz muhtojlayotgan teşkilat bu birodarlar. Şunlaşqa mesela bir adamning teşkilat qurish iqtidori bor, jamiyat qurish iqtidori bor. Etrafida 50-60-100 yaqini var. Ama ular bu Sharqiy Turkiston davosida mustasno bir taraf uxlab, qo'rqib turib bo'lib qolsa, aramizdan bir yuraklikdan birisi chiqib bir tashkilot qursa, hech bo'lmasa o'zining do'stlik, tuqqanlik, tunish, bilishlik munosabati boristimi, o'zining 50-60-100 yaqinlarini bu tashkilot davosiga kuchab so'rab ekirsa, inshaalloh bu davos hepimiz texmi kuchiydi. Bizning 89 nahiye shahrimizning teşkilatlarımız bir şehir bir nahiyaga birden to'g'ri kelmaydi. Şun ko'pligan yangi bizning xalqimiz duch kelgan yangi masalalarni hal qila oladigan, yangi fikr, yangi taraqqiyot, yangi talab taqozzoni xalqimizga suna oladigan yangi tashkilotlarga bizning ehtiyojimiz bor. Ama birodarlar, bizning davoyimiz uzun marapinchi yugurish bir yo'lga tushgan davoga o'xshaydi. Tenterbiye edep ahlakının üzerinde bir neçimiz, bir neçe yüzümüz bir yolda bir hedef belgülengen.
bir nishonga ilgirladik, yugurdik. Ammo birisi bizdan eshib ketgili qopsa, uni putlayversak, putlanib ketkuchi, yiqilib ketkuchi tantarbiya musobaqasidan shallanadi emas, putlayvetkuchi tantarbiya musobaqasidan shallanib ketadi, birodarlar. Shunga biz butun siyosiy rahbarlar, jamiyat, alam, qalam ko'rishlik butun qarindoshlar bir-birimizni putlatish, o'zimizni kuchaytirish uchun qarindishimizni yarlandirib kuchaytirish emas, dushmanimizni yarlandirib kuchaytirish. Qarindoshlarimizni himoya qilib kuchaytirish. Qarindoshlarimizni yiqilib ketganini qo'lni tortib kuchaytirish orqali xalqimizga amaliy real xizmatlarni sunish orqali tashkilotlarimizning taraqqiyotini Alloh subhanahu va taolo tezlashtirib bersin. Ammo biz uxlagan bilan, biz o'zaro talash, o'zaro jidal, o'zaro bir-birimizni putlash bilan shug'ul bo'layotganimizda bizning dushmanimiz Xitoy mal'ullari, Xitoy zolimlaridan iborat bu nejiz, bu mal'ullarning o'zi xalqimizni, ayollarimizni, sabiylarimizni, milyon ayolni tutib qamoq lagerda iztiraksiz har kuni o'ltirib bosqinchilik qilib yo'qotib etgan bo'lsa, uning onda sanda qolib qolgan ayollarni Xitoyligi majburiy bosqinchilik, majburiy Xitoyliga hamroh bo'lishda iffat nomusimizni tarmar qilgan bo'lsa, ularning onasiz, dadasiz qolgan hech qanday bir siyosiy tashkilot tarafdan uning da'vo dasturi qilinmagan 3 milyondan 5 milyongacha sabiy bolalar kafirlar tarafdan yig'ib ep ketilgan. Ularning nega apirib, nega setilib, nega o'ltirilib, nega sho'rp silinib yevitilganligidan biz xabarsiz, birodarlar. Şuna bularning davasını, yeni davalarını o'ttirib qo'yish uchun biz yeni tashkilotlarga, yeni taraqqiyotlarni, yeni fursatlarni o'ttirib qo'ya oladigan tashkilotlarga ehtiyojimiz var. Yeniliklarni xalqimizga kunda sunib tura oladigan yeni adalet studiyasi, adalet radiosi, adalet ovoziga xalqimizning intayin qattiq ehtiyoji bor, birodarlar. Her bir sahada, birodarlar, hammaning chulfini, hammaning chinfini men bo'lma deyish mumkin emas, birodarlar. Mush diniy sahadimi ba'zan ustozlar tafsir sahasida ustun kelgan bo'ladi, ba'zan ustozlar hadis sahasida ustun kelgan bo'ladi, ba'zan ustozlar fiqh sahasida ustun kelgan bo'ladi, ba'zan ustozlar tarix sahasida ustun kelgan bo'ladi, ba'zan ustozlar da'vat sahasida ustun kelgan bo'ladi. Har birimizning afzalligi birdan. Alloh taolo bir odamga anda biz odatdagi shaxslarga payg'ambarlarni Alloh taolo har birining o'z zamonasiga nisbatan hamma taraflardan mukammallikka yaqin yaratgan, ammo biz insonlar, ummatlar nuqsonliq, birimizning bir aloyidligi bo'lsa, ilmda aloyidligimiz bo'lsa, yana bir tarafdan naqisligimiz bor, yana bir tarafdan aloyidligimiz bo'lsa, yana bir tarafdan naqisligimiz bor. Mening naqisligimni birisi tuzsin, yana birisininkini men tuzishim mumkin, yana birisininkini birisi to'liqlashi mumkin, yana birisimiz to'liqlashimiz mumkin, birodarlar. Ammo bizning dushmanimiz bir. Nishonimiz bir. Düşmanımız Xitoy alvastilar, Xitoy zolimlari. Vatanimiz Sharqiy Turkiston, dinimiz Islom, millatimiz Uyg'ur bo'ladiganmiz. Şu mazlum ummatni, şu mübarek Sharqiy Turkiston tufriqimizning şu necis iflas Xitoylarning o'zini yervali yeksan qilgan holatda qo'g'lab chiqarish nishonimiz bir bo'ladi ekan, bir-birimizni afv qilgan, bir-birimizga yordam bergan, bir-birimizga maslahat bergan, bir-birimizning xatoligimizni sharmanda rasvo qilish uchun emas, mayada yoki ummatning manfaatida ma bir xatolik bor, buningda bir tuzayli deydigan o'zaro maslahat tariqasida, sharmanda rasvo qilish tariqasida emas, hamkorlashadigan holatlarda hammamizning ehtiyoji bor, birodarlar. Ammo hozir bu dardimiz yetmagandek o'zaro Xitoy zolimlari, Xitoy mal'ullari, Xitoy alvastilarini tashlab qo'yib turib, o'zaro siyosiy rahbarlarimizga hujum qiladigan, olimlarimizga hujum qiladigan, tashkilotlarimizga hujum qiladigan, alam ko'rishi, qalam ko'rishdagi qarindoshlarimiz bir-birini yaratmagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hammamizni bir jasadga o'xshatdi. Bir jasad bo'lish uchun bir jasadning chiroyli qo'llarimi bo'lish kerak, putlarimi bo'lish kerak, beshimi bo'lish kerak, ko'z quloqlarimi bo'lish kerak. Mana buning bilan biz komil, mukammal bir jasad bo'la olamiz, birodarlar. Shuningdek, tashkilotlarimizning ba'zanlari siyosiy sohaning o'z natija yaratgan bo'lsa, ba'zanlar diniy sohada, ba'zanlar ma'arif sohasida, ba'zanlar xalqimizni minglab, necha minglab qarindoshlarimizni makallashtirish, tok, suv,
gaz, masjid barpo qilishdan iborat nurg'unlagan yaxshi esil xizmatlarni sunib o'tadi. Alloh subhanahu va taolo har bir tashkilotlarimiz o'zaro bir-birini tillab, bir-birini dushman tutib, bir-birini chuydirish bilan bu ummatning jarohatiga, texmi kofirlarning otgan, sağan zulmlari, zulm o'qlari yetmagandek o'z qarindoshlar bir-birimizning qalbiga zulm o'qlarini, haqorat o'qlarini, tuhmat o'qlarini, hasad o'qlarini atmasdan bir-birimizga shifo tanglayli. Bir-birimizga chaploq tanglayli. Bir-birimizning kasallarni tangalaydigan, bir-birimizga nasihat qila oladigan yaxshi esil yordamlarni berishga Alloh subhanahu va taolo hammamizga muvaffaq qilsin, birodarlar. Her bir tashkilot bir-birimizning her bir shaxs, her birimiz bir-birimizning yaxshi tarafimizni ko'rgimiz yo'q. Başı ko'chilab, qanchalik kecha kunduz uxlamay, kecha kunduz tadqiqot olib berib, bir-birimizning aybini, nuqsunni, kamchilligini, ayiblarini teyip chiqishga shunda tirishayotimiz, ammo bir-birimizning yaxshi tarafiga chidayolmaydigan, yomon taraflariga chavak chaladigan bir rezil illat hammamizni qaplagan. Hey, qaranglar, qandaq insonchilik bu. Bir-birimizning sharmandachilik uchun xo'shulab chavaklarni chaladigan, bir-birimizning yaxshiligiga chidayolmay, shu zahar besayotgandek chidayolmay, bir-birimizning yaxshiligini berbat, gumron qilish uchun tirishayotgan razolatlarga duch kelyapmiz. Bu bizdagi nifoq ahvoli. Alloh mendan tortib hamma qarindoshlarimizda bu illatlarga Alloh subhanahu va taolo shifolik bersin. Şunlaşka halkımız hazır. Alimler bilen ziyaliler, dini rehberlerimiz bilen, siyasi rehberler, elem körüşüdeki rehberler bilen, kalem körüşüdeki rehberler, hemimiz möre getirip, kolunu kolluğa tutuşup, birbirimizge kolumuzdan kilitgan imkaniyet, yardımlarını verip, bu kattık musibet ötkellerden ötüşke, bizning intayin qattiq qon o'ziril ehtiyojimiz bor. Alloh subhanahu va taolo hammamizga aql, farosat, diyonat, xalqimizni ziyon zahmatdan mudofaa qiladigan, xalqimizga qo'limizdan keladigan cho'ng kichik imkoniyat doirasida yaxshi xizmatlarni berishga Alloh subhanahu va taolo hammamizni muvaffaq qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizning bu xalqimiz uchun to'kkan ajrimiz, badallarimiz, bu xalqimiz uchun tökkan qon tarlarimizni Alloh subhanahu va taolo o'z pastda rahmat bilan qabul qilsin. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Hürmetli radyo anlıqçı qarindoshlar, bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelarki programmamizda ko'rishish umidi bilan xayr xo'sh, Allohga emanet. Millatning erkinlik sadosi, yaralangan yüreklerinin nidası, boğulgan avazlarının sırdişi, davagerlerinin siması, izleniş mundiri, siz ve benim avazımız, Şarkı Türkistan Avazı Radyosu.